Aziz vatandoshlarim, sizlarni Mustaqillik bayramingiz bilan samimiy tabriklayman. Bu kun nafaqat erkinlik va mustaqillik ramzi, balki bilim va madaniyatni rivojlantirish yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlarimizni yodga olish uchun ajoyib imkoniyatdir. Xona bilim va ma'rifat manbai. Shuning uchun mustaqillik davrida bizning vazifamiz o'z xalqimizni bilim bilan qurollantirish va ularni dunyo bilan tanishtirishdir. Har bir kitob, har bir sahifa bizning kelajagimizni yanada yorqin qilishda muhim rol o'ynaydi. Sizlarga tinchlik va xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Bayramingiz muborak.